Va nihoyat proyektimizning 6-qismini ham boshlab oldik. Faqat komandamizda ozgina kamchiliklar bor. Shuhrat, xabaring bor. Samandar bilan Shahriyorni ozgina sabablarga ko'ra kelolmaydigan bo'lishdi. Hop, shunga endi Shuhrat nima qilamiz? Hayronman endi. Bobur! Bobur keldi. Krasavchik va nihoyat. Bu Bobur, laqabi Bob. 1992 yil. Maktab paytlarimiz u futbol o'ynashdan ko'ra futbolni ko'rishni yaxshi ko'radi. Lekin o'zini aytishi bo'yicha hozir u yaxshi formada. Buni bugun bilib olamiz. Hozirgi kunda restoran menejeri lavozimida ishlaydi. Nalisa, yaxshimisan? Kelding va nihoyat. Bolalar bilan so'rashganda, davay. Tayyormisan o'zi yo? Assalomu alaykum. Razminkani boshla, 5 minutdan keyin boshlaymiz. Xo'p, Shuhrat, bugun men Farhod bilan bo'laman, rozi bo'lsang. Aha. Sen Novichok bilan, Bobur bilan birga bo'lasan. Hojak baravar ketib rozamiz. Bo'ladi. Agar rozi bo'lsa kerak. Endi Farhod bariga endi to'g'risa kerak, bilmayman. Xo'p, shartli. O'zida tanlaymiz. Da, sразу aytib qo'yamiz o'zi. Nima takliflaring ham o'ylab ko'rding shartlarni? Birinchisiga sirkul penalti berdik. Sirkul Обычный penalti emasdi. Qanaqa bo'ladi? Joyida turib bunaqasiga bitta toshga qaramda aylanadi. Aha. 5 marta kruq qilib tepish. Ha, ko'rgandim. Oson narsa emas. Endi kimga olsa kimga yoqmaydi, bosh aylanish borda. Ikkinchisi assist, faqat bitta anaqa. Telefonga odam pas beradi, o'rtoq to'xtatadi, borib ularni tepish. Ham как бы ikkita kasaniya ekanda. Pas остановка ulardi. O'ynash ko'p kasaniyalar yo'q. Pas остановка ular. Uchinchisida oti yo'q. Qanaqa bo'ladi? Vartar orqanchilab turasan, vartar kopni tashlab beradi osmonga. Hop, Havoda havoda sakraydi. Mana 1, 2, 3 sakragandan keyin tepasan. Havoda tepiladimi yo yerdan? Farqi yo'q. Havodarga tepasan-da o'zi. 4-past tushib qoladi. O'sha 3ta, 2ta bitta. 3ta o'pchi ular. Bo'ldi. Aylanmoqdimi? 2 3 4 5 Oo. 2 3 4 5 İyi. 1 2 3 4 5 Wow. 1 2 3 4 5 Wow. 2 3 4 5 Ой-ой-ой, красавчик. Ох. Ой-ой-ой. Bo'lmadi. Ой-ой-ой. Üçteki ikide.
Bunaqasi bo'lmagan Shuhrat. Bitta ham gol urmadimi qoldi? Bo'lib turadi, bo'lib turadi. Sen bitta bo'lsa ham urding. Zato biz yutdik. Sallada Farhod realniy farq berdi. Tabriklaymiz. Da. Yashillar komandasi yutdi. Xudo xolisa ikkinchi shartni ham bajarish bizga nasib qildi. Xabaringlar bor, Yashillar komandasi yutdi, ya'ni men bilan Farhod. Lekin Farhod vaqti bo'lmagan sabab kela olmadi. Shu sababdan bolani novichok o'zimizdan Boburni oldik. Assalomu alaykum. Yordam berishga shay edi, o'zi anchadan beri mana shu kunlarga yetib oldik deydi. Bugun mana bu dvoretsni oldida Evis bor. Mana shu Evis yordami bilan biza shaharimizni tozaligini ta'minlaydigan, ya'ni obodonlashtirishlar bilan shug'ullanadigan xodimlarni Evis bilan mehmon qilishni maqsad qildik. Evisdan yegulik oldik va ichimlikka keladigan bo'lsak, bolalar birinchi kofe taklif qilishdi, lekin hammani vkusi har xil bo'lgani sabab kimgadir choy, kimgadir kofe, kimgadir oddiy suv ham ma'qul bo'lishi mumkin. Shu sabab kofe emas, mana bunaqa termoslarda suv oldik. Aynagan suv. Xudo xolisa imkon qadar barchani xursand qilishga harakat qilamiz. Biza ehsonni boshlaymiz. Bizani kuzatishda davom etsanglar, bundan ham yaxshi videolar qilishga harakat qilamiz. Boshqa Hozir Yashilobodni ko'rmadik. Sog'liqdan sirasi Xudo xolisa orasiga keldik, o'zimizdan mahallaga. Qani, Xudo xolisa yaxshi niyat yarim olgan. Opalar, assalomu alaykum, xorlaylar. Abed qilganmisizlar? Bizni abed olib keluvdik, ehson qilib. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Adna razvi qani? Nechtasizlar? Ham bordi odamlarimiz. 14 ta odam. 14 tami? Bo'ldi. Xo'p. Tak, bu yerda yetadi, suv yetadi, choy yetadi, kofe yetadi. Hozir bizda bu yerda 10 ta bor, yana 4 ta olib kelib beramiz. Bo'ladimi? 14 ta chiqishdi, xudo xolisa. Ha, sog'. Yo'q, termizimiz bor. Ha, yo'q-a? Bo'ldi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Termiz kerak emas, ha? Bo'ldi, yana hozir 4 ta. Voy, barolat bo'ling. Xudoning o'zi sizlarga. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Hozir yana xudo xolisa 4 ta olib kelib beramiz. Общий erkaklar bilan 14 tasizlar, to'g'rimi? Bo'ldi, yana 4 ta olib kelib beramiz. Odam soni 14 ekan, biz 10 ta olgan edik. Qolgan 4 tasini Evis emas, Oqtepadan oladigan bo'ldik, chunki orasi yaqin. Kutib qolishmaslik sabab Oqtepadan oldik. O'zligini suvligisi bor ekan, o'shaning uchun termizni tashlab ketib, bir pastra olib ketamiz, abed qolganinglardan keyin desa, yo'q kerak emas, o'zimizda bor degan uchun olib ketdik qaytib. Hozir xudo xolisa tayyor bo'lsa, qolganini ham olib borib beramiz. Charchamadinglarmi? Buni bitta idishga solib berishdi. Solib berishdi, o'zingizlar qarab. Bo'lamiz. Keyin hozir Katta rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi. Amin, aytganingiz kelsin. Allohu akbar. Amin, aytganingiz kelsin. mana buni berishingizdan bugun erta indin ichaverasizlar. Charchamaylar, sog' bo'ling. Charchamaylar. Rahmat xizmatingizlarga. Sizlar ham xizmatingizlarga rahmat. Xudo xolisa. Inshaalloh rozi qildi degan umiddamiz. Yashillar nomidan bugun ehsonni oxirigacha yetkazdik. Maqsadimizga yetdik. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa yaxshiliklar ko'payursin. Shuni tarafdorimiz. Biza oddiy qora suvli bolalar. Qora suvli bolalar. Tez tez tez